Oldin demak u normal hayotda yashamaganda, shuning uchun infarkt bo'lgan. Endi normal hayotga qaytadi. Majbur bo'ladi qaytishga. Infarkt kasalligi hali yengib o'tilmadi. Qancha yangi usullar o'ylab topilgani sayin bu kasallik rivojlanib boryapti. Infarkt bu qon kevatuvdi yurakka, mushagiga, lekin o'sha qon to'xtab qoldi. 2 soat ichida infarkt shakllanadi. 2 soat ichida orqaga qaytmas jarayon bu. O'sha soha keyinchalik aritmiyalarni o'chog'i bo'lib qoladi. Aksha qilindi yoki stent qo'yildi yoki trombolitik qilib tromb eritildi degani qolgan tomir bir haftadan keyin yo 3 oydan keyin yopilib qolmaydi, tromb paydo bo'lib qolmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Uning uchun bemor qonun qoidalariga rioya qilib yashash kerak. O'sha tomirlardagi ateroskleroz jarayonini pasaytiruvchi moddalar, dorilarni ichib yurish kerak. Qon bosimini nazorat qilish kerak, xolesterinni nazorat qilish kerak, qonni suyuq holatda ushlab turishimiz kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, chekishni tashlash kerak. Lekin shu punktlardan birontasini qilmasa bemor, xuddi mashina 4 ta balonda yuradi, g'ildirakda, lekin bitta balonni teshilsa siz manzilingizga yeta olmaysiz. Xuddi shunaqa bitta punktini qilmasa bemor, biz o'ylagan natijaga erisha olmaymiz. Shu operatsiya amaliyotini o'tkazgandan keyin normal hayotda yashab ketishsa bo'ladimi? Bemorlar normal hayotga qayta oladi. Ya'ni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadi, ishlaydi, o'qiydi, sayohat qiladi. Lekin nima hayotga qayta olmaydi? O'sha o'zi oldin yaxshi ko'rgan fast foodlari, energetiklari, chekishi, uyquni rejimiga rioya qilmaganligi, juda ham yog'li, balansda bo'lmagan ovqatlarni iste'mol qilganligiga qayta olmaydi. Va dori ichmasdan hayotdan lazzatlanib yurgan paytiga qayta olmaydi. Dori ichadi, to'g'ri hayot turmush tarziga qaytadi, ovqat balansini tekshiradi, 1 yilda 2 marta kardiologga borib analizdan topshiradi. Sog'lom turmush tarziga qaytib, vес tashab, chekishni tashab, to'g'ri ovqatlanib yashagan, menimcha bu normal hayot. Oldin demak u normal hayotda yashamaganda, shuning uchun infarkt bo'lgan. Endi normal hayotga qaytadi. Majbur bo'ladi qaytishga. Endi normal hayotga qaytadi.